barakali ish qiladigan, ishonchli brend XNG ni 3 kubalik pogruchka chiqib qoldi. Ma'lumotlarni beraman, to'liqroq ma'lumotni ekranda pastki raqamlardan olishingiz mumkin. Texnikamiz 2020-yil sentyabr oyida, ya'ni 9-oyda, pashti 2021 ga yaqinroq bo'lgan holatda chiqqan. Salondan 9000 matachas ishlagan. Ideal sostoyaniyada texnika, sababi motor apparatlari yangi qilingan, hali apkatkadan ham chiqqan yo'q. Pavorot palis vtulkalari ham almashgan. Umumiy qilib aytganda texnikaga hech qanday xarajatni hojati yo'q. Olasiz u sirazi daromadga kirasiz, chunki ishga tayyor holatda turibdi. Ko'rib turganlaringdek ishlab turgan texnika. Bu videorolikimizni hech qanday xarajati yo'q, pogruchka qidirib yurgan do'stingizga tashlab qo'yish esdan chiqmasin. Imkon servis kanaliga obuna bo'lib qo'yishni ham unutmanglar, chunki har xil turdagi texnikalardan birinchi bo'lib xabardor bo'lib turasizlar. Narxini 34 ming dollar so'rashyapti. Naqd pul bilan kesalaring yaxshigina o'tib beradigan joyi bor. Bu texnikamiz Toshkent viloyati Angren shahrida turibdi. Savdolaringni bersin, yaxshi kunlarda ko'rishaylik qadrdonlar.